yürüşlük mahsulotları. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Bu nima? Bu sizning oldin qatimliq maoshingiz. Maoshimni beriblam, yo'liq salay debsizda. Undamı emas. Jiq bo'lib ketgan qismi sizga oldin berganim. Imron sizga bekli ko'nib qoldi juma. Bundan keyin sizning yana Imronga davomli xotirjam holda dod bo'lishingizni umid qilaman. Keyin kishilarning ahvol qarab bir narsa deyishamiz. Ma'qul. Sizni yana ben boshqa ishlarga sab qilishim mumkin juma. Qanday ishlarga? O'tgan qitim mening sizga degan vaqtimda sizning xizmat doirangiz faqat maktab ichidala degandim shunaqmi? Endi balkim siz maktab sirtig'im chiqib ketishingiz mumkin deb qilib turdim. Bu mening xizmat doiramdan sal eshib ketdimi yaqinda? Qandoq siz eshib ketadi? Siz Imronga dod bo'lgan tursangiz, hammasi sizning xizmat doirangiz ichidagi ishlarda. Ha, bo'pti, dod bo'lgandan keyin nega bo'lsa o'xshash dod bo'ldi. Ma'qul. Siz balki mening xizmatdoshlarim, do'stlarim bilan ko'rishib qolishingiz mumkin. Shu ikkimizmi rolni yaxshilamsak bo'lmaydi juma. Xizmatdoshlaringiz, do'stlaringiz bilan ko'rishamda? Artıq ishga aralashmasangizlar bo'ldi. Tushundim. Hammadan muhimi, men ikkimiz o'tirsidagi xizmatda boshqalarni aralashtirmasligingizni umid qilaman. Maoshni yaxshiroq bersangiz, boshqa ishlarni aralashtirmayman. Xotirjam bo'ling, men sizga maoshingizni o'stirib bergan tursam. Bildi. Degan kayfiyatingiz shunday yaxshi-ku. Uni ustiga odatgacha yasnayapsiz degan. Bir narsa so'rab baqsam, siz hozir sharoitingiz shunday yaxshi. Uning ustiga birasini Imronga dod qilib bermadingizmi? Qila olaysiz. Nima uchun uni bir haqiqiy doddan birini tepolmaysiz? Baribir u dodisini ko'rib baqmagan ekan. Ba'zi ishlar çok qarang shafqat. Sizning ko'zingiz ko'rgundek unda emas. Yılandan qo'rqib ketgan odam 1000 yilgacha og'amchini ko'z qo'rqi degan as ketganda. Men sizdan so'rab baqsam, bu hayotlikda hammadan tasbog'ini nima? Men uchun hammadan tasbog'ini hozir shu men pulga eng ehtiyojliq. Shu pul yo'qlik eng tasmiki deb o'ylayman. Men uchun shu qarang, bu hayotlikda hammadan tasbog'ini o'tmish bilan uzil-kesil xo'shlashish. Ba'zi vaqtlarda men boshqa bir odamga aylanib qolgan vaqtimda, bir kechada bir boy bo'lib ketgan vaqtimda, shu o'tmishdagi ba'zi bir ishlar kelib meni yana ovar qilib kallam kirib oldi. Shunchalik beyorim bo'lib ketaman. Hayra, siz mashina haydashni bilamsiz? Bilmayman. Unda xos bundan keyin mashinasiz haydang. Ma'qul. Jurum, mashinaga chiqib meni xonamga olib qo'ying. Bo'ldi. Oram hozir. Çalışan. Tınlıkını toktap kaldı va, xorakni başlatatında. Jinim chiqib edi dazire. Nima ish bo'ldi hozir? Ha, voy. Voy. Shavkat, kela. O, nima ishlar chiqnas bu? Ha? Bo'lmadimi? Voy, ko'ra. Uyda qolmagan bu. Voy. O jiqnasana kirsa juma Shavkat. Shu muomalasini ko'rmabsan. Ha? Mal yeymiz mana. Mal.
Allı olsun bu kaçma. Bu resmi yeydiğen. Şu muzda yeydiğen nerede kepersin koşu kütüdü bu. Şu sakarlar şirketten. Yine ala. Oy mana. Ala. Ya. Yigitlarga kelgan narsalar bu. Na, qara. Shavqatga. Na. Atiyaq charchab ketgansa, Na. badnol tutib qo'yay. Yezna. Qo'y. Yezna deb ketgan. Yot ko'mingni akasam qiz. O'zi birdamdil o'zgarding ku. Qani boyamı qaysa. Yamadlı atat debdin. Voy sanchim o'tirasan, uju. Ala, yigina bira. Yigina. Ha. Endi demakchi, bir gapni qilib olay, anglab boqay. Yo'q, mening be undami gap yo'q ham shunda. Haqira. Sening bu mayda turayotganingga xeyli kunlar bo'lib qoldi. To'g'ri. Shu demakchi-hamda. Mana bir ishlarim ajratib ishlab olib qolsa, hay deb meni bir chaqirsan, men bir qilishib bersam, andin sen bo'lamda. Ha? Bunda qoidasini qilib aytgan bo'lsam shu. Qoidasi? Bu qanday qoidasi bor deydi. Faqat shu aniq bilinmaydi olib qolmish qoidasi. Mana qoida, mana. İcaresi. İcarə də. İcarəsi bo'lsin uchun hech bir karvatning icarəsi bormi? Ya biz bir ping-pong yatdik. Qaysa. Yo, ya şu karvatning puli bo'lsin, shu pul. Pul mu de? Ya malı düzenlemem Dufkam. Ben de puldan başka işim yok. Özellikle vermemdim bununla. Ya qaraqanda işte. Ma Raniyaning sal yaqin bo'yni qisilib qoldi, men pul bermagan. Şunu yerim bo'lib qolgan o'xshaydi. Shuni qanday o'zim bo'lsa, ishim og'rib qoldi. Qana qilsam, pul qolmadi shu. Ba'ziroq bersang o'shamda o'rnin to'liq bo'laydi-ku. Kichik bo'lsa, bir chaqiradigan, xotting ish ko'zi ish chaqiradigan ekan, basting tushib chiqsam bo'lmamdi. Men beray pulni. Qola o'yin o'ynamay qil. Mane şu Raniye gidelim ha. Raniye gidelim. Demiştim onu. Vay. Mangına bak kısak. Vay. Geldik mi nime? Alim görünmeydi o. Rastgele o. Ya maşını toxtatqıldın qıraş, kendimizni kırdı. Ha, doğru. Ya bo'lar ekansa jumon yezda. O ma'man endi. Mana qilaylik. Bu yermi qarsam tush ketgan chiroy. Bu yerga pul xajlab o'tgandan uy ketib o'ttamam to'xtay. Voy, kechki chiqaylik, jondoshlardan uyda o'tiraylik deb jurma yeydi. Hayatı bosim qisqiq qilmagana. Bilmem. Ama sen bu joye tamam. Hadi çarpına aşıla acaba sıkma. Ya nasıl mamse? Ya alın kam kasır. Yaşlı tava. Ay maşını aç. Bulama. Şimdi. Kadnasa. Ay keskin gördü onu. Şimdi. Seni kes şeyle demiş. Ya müziğin böyle cimcil oda. Bizim şunu çay içinde. Ya gel dayak yapak ama sen. Ondan rahmetli bir oyun koyalım da. Ya bana çakalandı. Oy abi. Bana kutucuk çakadı koş bunları orada. Mini de. O işkini ben öğüngümü çakır, büyüğümü çakır. Toplam bunu hemen uçlar bir yaratınız var. Gel sen köpek Ben. Ben bir yere var sen. Hoca. İcaretini baldırak bir yere kalanda. Yok. Ne bu asıl ki yani oynayalım bu. Nakşetler var bu tutları promosyonu. Ya. Ya bak. Ne? Yaşlı gezmek malı sen bizim şu Arapcan kalgaya çıkamaysanız kaçanız. Sekimizde bizim yaşlılarla nakşitimiz şapkaçı. O etmez olan nakşa
Benim kolumda yerim kulağına aşağı yedirken seni. Yeni oynalarda. Aşağıya alın da. Ya bana sayı dolaşan abi. Şarap diye. Ne yağmur sokuyorum böyle. Ama yok. 你注定要为我平凡，我的心到家。Yaxshi ekanmidin? Yaxshi, Hey, o telefon qoldi, qo'ydim. Ha, Raniya chaqirdi. Zeydan ekan. Ya mangay. Hey. Arak isim masjid hey. Ya asta. Resmi. Ve ma vekşiken ma yansı. Yok, Ma sa otur. Bu sundu zamani. Hey. Ha. Ne oldu şuna lan? Lalla ben sana kurtayım. Ya sen beni yorulma. Ben bu yerde laf tutacağım hocam sorunu var. O yan oyunu kullanıyor. Oynayamam açık çıkamsam mıydım ben? Ya onda olsa Taksi. maşın tosap var neydi? Taksi tozap mağalar mısın? Başına edip gelgen tosaklamış taksi tosakmağına. Başına. Yoraz. To'xtatgan. Maşın ne? Ya ben bir şey to'xtatgan, mani qalmashtirib qo'ymagan-da, ha? 5 kichik mashinani bir kichik qo'ymagan Oğlum ya çakçak. Ben bir şey to'xtatgan, mana ishga. Ya çakçak mı? Ya çaqchaqan ya. Ne koydu? Bir şey qo'ygan. Ömsüymüş ku yok maçı ya. Yo, mani bir yere qo'yib qo'ydim ya buni. Ya bo'ldi sen ashuna edib ketdi. Yo'q. Ya izdeyleyen dost qanday qilamiz? İzdeyli bo'lmadi bu. Ne? Söyle ketdi. Xatoyam, xato to'xtatib qolmabsiz. Oo, meyal to'xtatsan bo'lmaydi. Abi kelsen bir mücadele bir götürüp yürütken, Michel'i boş kettik, Michel to'xtatgan ben. Ay, çatak qilsa emasmi? Dost qatnasak ekipda mashinani. Aycan. Mana qaytqashtirdi bo'ldi. Hozir telefon qilaylik bo'ldi. Jurnal. Mana ayol taksi. Şetbek kuskume çıketse yemedik. Hop yemiz qursin. Nay, Şefkat. Ha? Bugün kech soat 6da bizning shirkatga meni og'il keling, ha? Men sizga sal turib o'rnini avatib berma. Ha,
bo'ldi. Yana boshqa masala bormi? Yo'q, masala yo'q. Yiliqi bo'ldi, men vaqtida borman. Undaq bo'lsa, sizni saqlayman. Kostyum kiyishni unutib qolmang, ha? Ma'qul. Xo'sh. Ya qanday oldu? Otur çoktan. El qildingmi? Ben kımıyorum. Ha. Tamam. Sen resmi. O maşını hazır. Biz katnaşı da özgür ha. Apırıp, biz katnaşı, biz jıgı vağa maşını toqturup qara. Maşını sakka. Lükken. To'la chaqqan, tutqin. Toqtab turayım. Lekin o maşını, çuqur maşının ikisi Travisi bilen, kimligi bilen tam bağımsa. İş tapdım ben de. Ismi. Qanday qilsam bo'lar endi? Qanday qilmaymiz da. Qaylik to'xtasak mı bo'pti ya? Voy, siz nima ish qilyapsiz deyman bu yerda? Yuring, men. Bu kim o? Ağıyla. Siz tasçılar ekansiz, cuma ekan. Ya, qara. Hey, kim sizni bunda kiyinib shirkatni oldiga keling dedi, ha? Endi og'ingizni boshlab kelibsiz-ku? Siz o'zingiz meni aql keling dedingiz-ku. Men sizni chiroyli yasinib, kostyum kiyib shirkatni oldiga og'il keling dedim. Bu yerda zo'ngziyib o'ltirib bolkiga demadim. Ya, bu o'tamdi. Men o'tirib yo'tman. Mashinamchi? Mashina tunugun xato to'xtab ketganman, shun qatnаш saqchisi mashinani ekib qapti. Lekin mashina saqchimi? Mashina saq. Mashina saq. Mashinangizni qarang. Siz o'zingizni kimligi bilan birozni ko'taribman. Ash qatnash idarasi bo'lsangiz, mashinangizni ochayotgan ekan, mashina saq. Voy, siz chiqib gap qilmang to'la. Ha, ishkinglar. Mashinamni billa haydab ketganmitinglar? Ha. Yo'q. Yo'q. Ha. To'liq uyan qo'ymanglar bo'ldi. Meningcha ishkinglarning tunugi mashinamni haydab nega ketganinglar bilan, nima ish qilganinglar bilan chatig'im yo'q. Shafqat biz tunugi nima deyishgan telefonda, ha? Kostyum kiyib, yeyishgan vaqtda shirkatning oldiga meni og'il keling dedim, shundaqmi? Nima ish qilib gapimni anglamaysiz? Mashinaning ichida marasqa taqibdimi, qarang. Lekin bu sizni og'il kelish bu ish qancha ish emas-ku. Uni ham ayatlik kostyum bo'lib kiyib og'il kelsam bo'lmadimi yana? Bu qandaq bir odat kish bo'ladi bu, ha? Sizning deganingiz hisobmi? Tas qoldingiz meni yo'q qildim shirkatda. Voy, bunchilikmi ig'ir ish emas-ku bu. Siz cho'ng ish emas desangiz cho'ng ish emas, ig'ir emas desangiz ig'ir emas. Shafqat, men sizga deb qo'yay. Men sizni yollagan. Bildingizmi? Men sizni yollagan. Agar siz yana mushundali bir ishlarni qilib yuraydi ekansiz, bo'ldi, ikkimizning o'ttirdagi hamkorlik mishada tugusin. Yana endi ikkinchi, menga o'xshash og'ingizni shirkatdan oldiga boshlab kelman. Bildingizmi? O'zi chiroyli qo'g'a bilan. Ajab bir sapra xotin-kina bu. O'zining kuni o'tasiga jimo odam pul topmoq o'tasiga. Yerda. Qara. Ajab. İşte dedim galiba şunu teskildi bu iş. Grazie aka. Ben yaxshi ko'rdim. Ne? Qo'y jonishin. Mana qanaqa? Rejim abi. Yo'q, odatda unda emasdi. Biz ham mashinasini so'rab, unda qilib yurgandan keyin bugun sal ochiq gap qoldim deyman. Ya. Odatda unda emas. Mencha bu ishning mashin bilan qilchik munosabat yo'q. Ha? Sen uni og'il bo'lganligi uchun u qaplab qolgan. Ya u seni yaxshi ko'rib qoldimi ya? Yaxshi ko'rib qolgan bo'lsin, jo'la xapib ketmasa o'g'iti. Voy, sizlar nimalar deydigansizlar?
Qanda deysa, iniqroq deganami? Bununla men bir eniq bir narsaga javob berolmayman. Ish qilib, sen-chu, sen ehtiyot qil. Aycha, qara. Bundanlar. Unda murakkabmi o'ylayapman. U pul chiqirdi, men kuch chiqirmay qara. Bu nima ish qilib o'tadi meni? Nima ish qila oladi? Bo'ladi. Sening kallangdan o'tgan bo'lsa, bo'ldi. Xotin, kirib yotaylik. Tunaga naqsh etib paka yerib ketdimmi? Aramalay. Ulu men ham sal charchab. Ovozimni tutib qoldim. Ma'qul. Hozir qo'ylama. Yaxshi ko'ring, ha? Rasmishlar degandek. Nasxonda sen ko'ngil chiqib qoldimi ya? Sen qopdingmi? Meni bilmamsan. Hozir biz ikkimizning o'tirishimiz shu. Davati men degan faqat mulozimatli qilyapsam, u o'tirimiz faqat unda hissiyot degan narsa yo'q. Hey, bu ishlarni oddiy emas, yo'q. Sen qizlarni menchilik tushunmaysan. Hey, sen qachonlardan shunda inch ko'ylaydigan bo'lib qolding? Yo'q, bu tumshqimga yayog'iga qara, inch ko'yilmasang bo'lmaydi ekan. Ash inchkilikdan xato kelib chiqib qara. Men elime bekib ketdim tumshqimga. Qara, uka ajintekning och bellanni taş qaldash xalq alamasmini rasvoyimni chiqarg'ili. Seni boshda qilmas bo'lmaydi. Faqat diqqat qilmaysiz cho'san. Ya menda faqat o'sha muhabbet urg'u, turg'u, tish o'ziga xas bir jasoratlar bilan endi desam qiziq, amra ham to'g'ri, yomon emas, normalmi? Akishqo, u normal ishqo. Kashobda. Bo'psam ishlar juda normalni qilib turaman. Ketdim men.